Ahvollik chatoq dedilar. Haqiqatdan ham yaqin ko'ramiz hozir. Nima gap so'z? Srochniy kelib keting dedilar. Srochniy hozir gaplashamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Dal o'tirib beringlar. Ko'rib turibsizlar. Labbayshtam og'a. Qara srochniy kelish kerak debdi ekansiz. Srochniy kelishi Hozir kerak. salomlashib oling, bir yuring Assalomu aytamiz. alaykum. Yaxshimisizlar, farmonlar. Bizani Qozog'iston tumanidagi Shamoq baliqxonamizda odam oqimi ko'p. Aha. Hamma narsa yetarli. Bir kamchiligimiz, Xudo xolosa, bizlarga ishchi kerak. Ishchi kerak. Havo. Hozir Ofitsiant. qo'ldan kelsa aytib o'ting endi uni. Havo, ofitsiant kerak, povur yordamchisi kerak, ubорство kerak. Cheklanmagan miqdorda. Cheklanmagan miqdorda. Yoshi Yoshi 18 dan 30 gacha. 18 o erkak ayol Ikisinden ham. kerak. Kerak. Eshitdingiz-da? Endi hozir siz vaqtingizni olmayin. Bari xonadonda yurib bo'ldi, gap yo'q. O'zim tushuntiraman. O'sha srochnisizdan ma'lumot eshiting dedim. Azizlar, assalomu alaykum, qadrdonlar. O'ktam Shamoq baliqxonasi ochilgandan rayonda ko'pchilikning xabari bor. Bugun beri srochniy, haqiqatdan ham srochniy ishchi xodimlar kerak. Ofitsiantlar, povur yordamchilari, bo'lsin xona tozalash uchun shunday bir insonlar kerak, lekin srochniy kerak ekan. Aytib o'tdilar hozir, yoshlari 18 yoshdan 30 yoshgacha. Ayol erkak desam farqi yo'q dedilar, lekin cheklanmagan miqdorda kelsalar, ko'ramiz dedilar, qabul qilamiz. Lekin hozir kechki vaqtda, hali kechki vaqt emas, hozir ham yana butun xonalar to'ldi, men ham to'ldi, faqat bir emas. Bu 4 qavatdan iborat bo'lgan. Men hozir yursam ham to'g'risi kallam cho'lash ketadi bu yerda. Salomlashdikmi o'zi? Yo'q. Salomlashdik-ku. Ha? Yetek. Yana keling. Endi bize lift yurimiz 4 etaj bu doğrusu. 50 dan oshiq xonasi bor ekan. 50 dan oshiq xonasi bor. Lekin bize hozir yuqoridagi banketli zallardan ko'rsatamiz. Keldik ekan. Liftdan boradi, liftdan ishidi. Rostdan salom bermedim men. He? Biz tanishmoq bilan yurib gel yaxshi, assalomu alaykum. Boshqa qarab turadi. Azizlar, qadrdonlar bormisizlar? Bize neden başlayın endi? Pestdan başlayma. Birinci etajdan başlayma. Yaxshi, birdan başlaymiz. Bir deyanim endi bu birinci etaj, bize pestga tushamiz hozir. Qadrdonlar, haqiqatdan ham srochniy berana kerak. Odam soni ko'p deydi. Odam soni haqiqatdan ham ko'p ekan. Endi nima desam bo'ladi? Bize nereye keldik? Nereye kelib qo'ydik? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'ligingiz yaxshimi? Foydasizlar? Bir de bir şunun xonalari bor. Kella cho'lash ketdi haqiqatdan. Tuniki katta mestada ku. Qadrdonlar, bir de mina indamay misoliga gapda bir necha odam desam bo'ladi. Bir de turgan ustara göre 60 odamı polnosda ishida o'tkazsa bo'ladi. 60 odamı hali bir de ustalar ham bor ekan. Bir 100 odamlik ham taxlasa bo'ladi bir de. 100 odamlik mesda etib, şöyle nodir bir ishlar istayda bo'ladi. Bir de chiroyli dekoratsiya qilib qo'ydilar. Keling, menda hozir mehmonlardan ko'p kelib turibdi. Haqiqatdan ko'p kelib turibdi ekan. Uspit qilib bo'lmay turibdi deb turibdilar. Bera kelib hozir ovqatdan turgan insonlar kommentda o'zingiz fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Ofitsiantlar uspit etib bermaydi deb demişlar. Pesa tushamiz ekan. Buyerdagi xonalarga qarang endi. O, öyle. Xonaları, konditsionerlari qurilgan, ma'qul. Bular hammasi standart o'xshaydi. Faqat o'sha standart 15 odamlikda bular. 10 odam hezat o'tiradi. 15 odamlikda endi maksimal 15 odam bu. 20 odam sig'masa kerak. Voy bu. Hojatxonalarni qo'li odamlari bilan bor ekan. Молодец. Allah ziyade etsin. Bir ki abi her taraftan bir de. Ben bir de xana. Bu taraflarım xana. Vay bu. Asuda koyarsan yille. Eşer. Onu süyetini ösürüp koydu kendine. Bire çok adam sıkışı mümkün şurayı. Çok adam sıkıdı biri? Ha 200-250 adam sıkıdı.
Voy, yubiley qilish uchun zo'r ekan bir, ha. Voy, ina, voy, ajabo, nima bu? Yubiley qilish uchun o'ta zo'r ekan. Atmosfera aytib turibdi-ku. Молодец. Ben ku açılışında gevadımla indi ostilere syomkani qo'yib bering dedim. Zo'r gap. Nov ishataman desangiz endi shamoq o'zi hammasini o'z ichiga olib turdi bu. Bu xonalardan odamlar bor ekan. Geben. Mehmonlar da odamlar ham mehmonlar. Esa tushkalar ham o'zi liftga chiqdik. Hadi olam tushib ko'ramiz hozir. Hadi olam. Voy bu. Bir katta xonalar ham bor, ko'rsatsan. Bir katta xonalar ham bor ina. Bemalol 30 odam chaqiraman desangizlar ham. Bir de o'tirib tursa bo'ladi, ya'ni azadiy o'zimiz millicha o'tirsa bo'ladi bu yerda. Xona ko'p ekan bu yerda. Xona ko'p. Odam bor ekan. Aytdim qo'yaylik, kun botib bir odam bor deydi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Neyse tushamiz. Hali etaş tamam bo'lmadi. Etaş tamam bo'lmadi hali. Bellardan ilab qo'yib olganlar, hojatxonalar, dinni har bir etaj uchun. Ho, akvarium balıklar, shamak kafesi. Ecep. Taxlan derecede taxlattılar. Allah söz ettim ki Allah ziyade etsinler. Yine köp xana. Yine yüksek xana gerek olsaydı. Musalı yettik. Yine gelesiler de Svetler niye kakılayla? Çelli svet gerek olsa sizlere. Yine zor olabilir heze deyip oturasılar. Bu aynayla 20 adam Pajalisda ish o'tirishadi 20 odam. Bo'ladi o'zi 20 dan ko'p qiladi, to'g'rimi? Bizda bir de yozilishi bir 6 kredit o'ynamaqa bo'ladi, ha? Bizda o'tiradilar. Lekin zo'r. O'chirib beraylik shuni men. Isrofgarchilik yomon ko'raman, to'g'risi. Qadrdonlar, girib chiqib yurman desam, xona ko'p deydi. Vaqtga birimiz. Bizaki maqsad nima edi? Maqsad bera kelish. Şu apirsantlar gerek. Qaranglar shuncha xona. 50 dan oshiq ekan. Hamma so'radimiz shuni. Kabinetlar 50 dan oshiq ekan. Eğer nelar banketli zallar, katta o'nli, katta mesalar aytganda, ular 50 dan ulam uning içinde yok. 50 xonanın içinde yok. Bundan tashqari 50 xona bor. Kelinglar. Ekranda telefon nomeri qo'yamiz. Bu shu ishchilarimizni qabul qiladiganlar. Endi oxirgidan Yo'rib o'tirgan insonlar bo'lsa, eng pasti 3 million so'm, eng ko'pi 5 million ekan. 3 milliondan 5 million odam oylik beriladi ekan. Yoshi 18 yoshdan 30 yosh odam. Erkak ayol farqi yo'q. Kelaveringlar, ekranda telefon qilib kelsangizlar bo'ladi. Hazaras tumani 1-may desa ekan bo'ladi beri. Shamak baliqxonasining yangi filiali, yangi zdaniyasi 4 qavat. Kelinglar, shu yerda xalqqa bir yerlikda xizmat etishlik nasib etsin.